30 yildan beri bola tug'diradigan opamiz shuni o'rgatdilar. Men sizlarga o'rgatmoqchiman. Bunga farmazalin mana. Ikkinchisi dexametazon mana yozib tegda qoldiraman mana. Shpritsda olamiz ichidan. Buni ochamiz mana. Ichiga nina bilan quyamiz. Qilamiz. Bo'ldi, bolachaga bir kunda 2 marta qizimga shuni qilyapman. Ishoninglar, sirradi burnlarini oqib tushiradi. Shu videoda aytilganlarni qilsangiz, lorni bir umrlik jирный klienti bo'lasiz. Birinchidan, dexametazon kuchli steroid gormon. U burun shilliq qavatiga tomizilganda burunni shilliq ishlab chiqaruvchi va infeksiyalarni tashqariga haydovchi kipriksimo hujayralarni o'ldiradi. Ba'zilar aytishi mumkin, men ishlatib ko'rdim, chotki ta'sir qildi deb. To'ppa-to'g'ri zo'r ta'sir qiladi, chunki immunitet ishlamayapti. Oxir-oqibat burun shilliq qavati immuniteti to'liq o'lgandan keyin to'xtovsiz burun oqishi yoki bo'lmasa to'xtovsiz quloq muammolariga duchor bo'lasiz. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Oddiygina natriy xlor har 2-3 soatda tomizib, tozalab turing. Bu shilliq qavatni ham quritmaydi, immunitetni ham tushirmaydi, bitish va oqishda yordam beradi. Bu videoni ko'rib turgan ota-onalar uchun xursandman, chunki xavfli tomchilardan xabardor bo'ldingiz. Boshqa ota-onalar ham bu xatolarni qilib, doimiy burun kasalliklariga duchor bo'lmasligi uchun videoga like bosib, ularga yuborib qo'ying.